Ertaga zilzilada eng birinchi navbatda yiqiladigan joyi mana shu joy bo'ladi. Mana bu joy, qaranglar. Ustingizda beton bosib qolgan bo'lishi mumkin. Ortamda turgan ushbu dahshatli 3 qavatli uy avariyli holatda. Fasad qismini o'zida mana devor ichini qaranglar. Turbani devor ichidan o'tkazgan. Qaysi kalla bilan qilgan? Mana bu joyda faktiski rigili 40 ga 40 qilib qo'yilgan. Bu qanchalik xavfli deydigan bo'lsangiz, ertalab turganingizda ustingizda beton bosib qolgan bo'lishi mumkin. Mana zilzilada shuncha odamlar halok bo'lgan yetmagandek, mana bu joyda ham mana bu kolonnaning 50%ni armaturasini kesib tashlagan. Bu degani ertaga zilzilada eng birinchi navbatda yiqiladigan joyi mana shu joy bo'ladi. Mana bu joy, qaranglar. Mazami? Hamma ustili bino mustahkam bo'lsin deb harakat qilib bor kuchini bersa, bu joyda bor kuchini binoning yiqilishiga qaratilgan. Mana bu joyga qaranglar. Oxirigacha ketgan. Hamma yil armaturasigacha kesib tashlagan. Uyni saqlab qolish uchun 200 ming dollar ketadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu kammi, ko'pmi? Fikringizni kommentariyada qoldiring.